Narxi qulaydan qidirib yurganlar bo'lsa, mana shu Renault Premium Schmitz Ref bilan komplekt holatda 55 ming AQSh dollarga bosib olsangiz bo'ladi. Endi ma'lumotlarini sizlarga birma-bir aytib o'tib ketaman akalar. 2016-yilda ishlab chiqarilgan tigach Renault Premium T460 modeli bo'ladi. Yurgan masofasi 970 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Salonni ichki holatlarini ham videoda ko'rsatib o'tib ketaman. Yaxshi holatda turibdi. Avtomat korobkada qo'shimcha konditsionerlar qo'ydirib qo'yilgan, avtonomkalari bor, ishlaydi, xolodilniklari ham bor, ratsiya taxograflari mavjud. O'zi bu ko'rinishi Renault bo'lgani bilan o'zi hamma biladi. Ichlari polni Volvo bo'ladi, K4 motorda turibdi. Tigach ham, pritsep ham ishlab turgan mashina, Rossiya, Turkiyaga qatnab turgan mashina deb egalar aytayaptilar. Hech qanday kamchiliklari yo'q. 12 ta balonlari hammasi 100% holatda turibdi. Tigach baklari jami 1 tonnalik bak bilan jihozlangan, AdBlue sistemalari uzdirib qo'yilgan ekan. Prinsipi 2003-yilda ishlab chiqarilgan Schmitz Ref bo'ladi. Kubasi 90 kubani tashkil etadi. Moslari saf mos, lentakasi bor, ko'rsangiz bo'ladi. Paletlari ham turibdi. Eshigini ruchkasi 4 tali ruchkadan ekan. Stenasini qalinligi 7 tali stena. Ichilarini ham videoda ko'rsatib o'tib ketaman. Pollarini ko'tarilgan joylari yo'q deb egalar aytayaptilar. Agregati Termaking SL200E. Endi mashinaga qiziqqan bo'lsangiz, egalarining telefon raqamini har doimgidek videoni past qismida yozib qoldirgan bo'laman. O'zlariga aloqaga chiqib yana batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Manzil Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanida bu fura turibdi. Kelib bemalol ko'rishingiz, ustida savdolashsangiz ham bo'ladi.